Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari Milliy ilmiy tadqiqot institutida Yaponiyaning JICA agentligi bilan hamkorlikda o'quv markazi ochildi. Markaz energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida kadrlar tayyorlash o'quv kursini tashkil etish bo'yicha faoliyat yuritadi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, boshqa tegishli idora va tashkilotlar vakillari, shuningdek, Germaniyaning energetika agentligi, Ranas akademiyasi va Eclairion kompaniyasining yetuk mutaxassislari ishtirok etdi. O'zbekiston va Germaniya hamkorligidagi o'quv markazining ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bu tashabbusning ahamiyatiga alohida to'xtalib, markaz energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi manbalarni joriy etish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda sohada malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim rol o'ynashini ta'kidladilar. Markazning tashkil etilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-iyundagi qarori asosida rejalashtirilgan bo'lib, unda Germaniya bilan hamkorlikda zamonaviy o'quv kurslari yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. O'quv dasturlari xalqaro tajribaga asoslangan bo'lib, energiyani tejash va yashil texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. O'quv markazida biz asosan korxona va tashkilotlardagi energetiklar, energiya menejerlar, shuningdek barcha loyihalash institutlari, hokimliklar, barcha tashkilotlar, sotsial binolar, ya'ni ijtimoiy sohadagi korxonalar va qiziquvchilarni mana shu binolarda energiya samaradorlik va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaymiz. Bir haftalik o'quv kurslarida bizni mutaxassislarimiz nazariy va amaliy bilimlar berishadi, ya'ni mana quyosh stansiyalari, shamol stansiyalari yoki turli xildagi qo'shimcha stansiyalar o'rnatilib elektr energiya olish mumkin, issiqlik energiyasi olish mumkin, lekin energiya samaradorlik bo'lmasa, binolarda yuqori energiya tejamkorlikka erishmaymiz. Shuning uchun kadrlar tayyorlash, ushbu sohada kadrlarning malakasini oshirish uchun ushbu kurs juda ham zarur. Tadbir davomida shuningdek tomonlar o'zaro fikr almashib, energetika sohasidagi mavjud hamkorlikni yanada kengaytirish yo'llarini muhokama qildilar. Kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilgan qo'shma loyihalar va innovatsion tashabbuslar yuzasidan ham fikr bildirildi. Munizxon Majidova, Abdumajid Abdug'aniyev, Poytaxt.